O'zbekiston bo'yicha viza beraman 100 ta naborda hech kim mendan arzon qilib berolmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Original Luna boshqa firmalar emas. Original Luna Italiya brendi Xitoy burga qilgan narxi 50% skidkada. Narxini aytishni nomini ko'rib qo'ying nima chiqadi. Sizga ikkita choynagi ham bor, 2 dona choynagi, 12 ta qaymoqqa piyola, 12 ta katta piyola, 6 ta oshlagan o'sha trenddagi oshlagan limonlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Buni o'sha 5 xil rassetkasi bor. Naqd 100% 12 kishilik komplekt. Bu original bilishingiz mumkin. Luna nima qimmat yurishini, chunki bir dog' ushlab qolmaydi. Mikrofonga qo'yishingiz mumkin. 97% sinmaydi. Original Luna qanishlangan chiqadi. Hamda sizga qarang, 6 ta bundan, 6 ta kvadratni. Salat listasidan 6 ta, avan listasidan 6 ta, chinisidan 12 ta, qo'l tarelkasidan 12 ta, kichkina tarelkasidan ham 12 ta. Bonusiga 6 ta bakali chiqadi. 6 ta tarelkasi chiqadi bakali. Общийsi naqd 100% nabor bozorda o'zida 1,5 milliondan 2 millionga sotilgan paytda men sizga tenglar naqddan arzon qilib turib, real narx qo'yib qo'yaman. Undan shu videoga like bosib qo'ying, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bunaqa narx chiqadi hamda shu videoda videolarimdan deb yurgan tashlab yuborib qo'ying, qani ketdik. Narxini eshiting, narxi atiga 849 ming narx qo'ydik. Bizga obuna bo'lsizmi? Shu video jo'natisizmi? Endi biling, kommentariyaga oluvchi qoldirgan eng aktiv mijozimizga savolimiz ham bor. Qani ketdik.